11 yil davomida kuchli boshim va bo'ynim sohasida og'riq bo'lgan, deydi bemor. Menda insonlarga nisbatan nafrat kuchli edi. Men o'zbekcha emas, ruscha intervyu qilganimga sabab 11 yil davomida Rossiyada yashab, rus tilida erkin so'zlashganman. O'zbekcha menga sal murakkab tuyulgan. Diagnostikaga kelgan paytimga siz bilan telepatiya orqali suhbat qilganmiz. Meni qiynagan savollarimga javob bergansiz. Sirlarimni javobini o'zimga yordam sifatida olganimdan men benihoyat xursandman. Bu menga juda yordam bergan. Men uchun murakkab bo'lgan ishlarga yengil yechim topgansiz. Bundan xursand bo'lganman. Bu yo'lni men uchun tanladingiz, o'zingiz va yordam berdingiz. Meni ruhim, tanim, sog'ligimga to'g'ri shifo berdingiz deb o'ylayman. Uylaviy murakkab muammolardan zerikkan edim. Indamay barcha savollarimni yechimini topib berib, meni xursand qildingiz. Yana menda zob, qalqonsimon bez kasalligidan asabiylashish bor edi. Ko'p yigloq holda edim. Birovga kuchli zarba berib, so'ng o'zim yiglardim. Qattiq gapirganimdan, ko'p yigloqi holda bo'lganimda menda bosim baland edi. Tomogimda tugunlar borligini o'zim his qilardim va undan qiynalganman. Siz menga to'g'ri tashxis qo'yib, vrachlarga yubordingiz. Ko'rikdan o'tish uchun so'ng u yerda barcha sizning tashxislaringizni doktorlar, endokrinologlar tomonidan tasdiqlab berildi. Meni yana ham sizga ixlosim oshdi. Girk davrida qalqonsimon bezlarimni davolash zarurligi haqida aytildi. Siz kelajakda sog'ligimni aytib berdingiz, men to'g'ri davolanishim zarurligini ham tushuntirdingiz. Men sizni yoningizga kelgan paytim sochim ko'p to'kilishi, ortiqcha vazn og'irligi bor edi. Siz bulardan meni xalos qildingiz. Soch to'kilishim to'xtadi, ortiqcha vazn ko'payishi to'xtadi. To'g'ri davolaganingizdan so'ng, kelajakda menga qandli diabet bo'lishi mumkin, xavfi borligini bildirgansiz. Aynan shu narsalarni barchasini menga siz jo'natgan vrachlar tasdiqlab aytib berib yubordi. Men hayratlandim. Meni birinchi kun boshimga qo'lingizni qo'ygan paytingiz, doimiy bosh og'rigim payti kuchli bosh og'rigimdan yengil tortdim va boshimni og'rigi qaytishni boshladi. Menda kuchli ko'ngil aynish paydo bo'ldi. Men uyga borguncha zo'rga chidadim va so'ngra qusdim. Sariq zaharli suyuqlik edi, mendan chiqib ketdi juda katta miqdorda. Yana yashil rangli zahar edi. Bu ovqat yoki ichilgan suv emas edi. Shundan so'ng men yengil tordim va bosh og'riqlardan xalos bo'ldim. Bosh og'riqlar meni tark etdi. Yaxshi uxlashni boshladim, oldin uyqum yo'q edi. Siz qo'lingizni boshimga qo'yganingizdan so'ng men bu kasallikdan xalos bo'lishim hatto xayolimga kelmagan edi. Men birinchi kundanoq o'zimda yengillik, sog'lik va ko'zimda ravshanlik his qildim. Mening ko'zimda 1.25 tashxis bilan ko'z ko'rishimni orqaga ketishi tasdiqlangan edi. Vrachlar tomonidan ko'z ko'rishim juda ham yomon edi. Bundan so'ng, qusganidan so'ng, zaharlar tanamdan chiqqanidan so'ng, tanamda, ko'zimda ravshanlik paydo bo'ldi va yengillik keldi. Oldin ahvolim yomon edi. Men hatto uyda suv juda oz miqdorda ichganman. Bir kunda 200 gram, 1 stakan suv ichsam ichardim xolos. Endi davolanishdan so'ng 3 stakangacha kunida bemalol suv ichaman. Bundan tashqari o'zimni baxtiyor his qilishni boshladim. Zerikishlardan xalos bo'ldim, depressiyadan xalos bo'ldim. Ko'z nurini buzilgani ketdi va ko'zim tiklanishni boshladi. Oldin ko'zlarim qiynalib qamashib ketardi, o'qishga qiynalganman. Hozir aniq tasvirni ko'ra olaman, deydi bemor.